Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Real Madrid va La Liganing boshqa futbolchilari yirik jinoyat mojarosiga aralashib qoldi. Real Madrid va La Liganing boshqa futbolchilari yirik jinoyat mojarosiga aralashib qoldi. Ispaniya futboli yulduzlari kutilmaganda yirik iqtisodiy jinoyat ishtirokchisiga aylanib qoldi. Andorra sud organlari Ispaniya La Ligasining bir qator taniqli futbolchilariga nisbatan qimmatbaho soatlar kontrabandasi bo'yicha jinoiy ish ochdi. Bu haqda El Mundo nashri xabar bermoqda. Tergov harakatlari Andorra knyazligida ro'yxatdan o'tgan Best in Associados shirkatiga qarshi qaratilgan. Ushbu kompaniya dunyoga mashhur brendlarning qimmatbaho soatlarini Ispaniya hududida majburiy soliqlarni to'lamasdan sotish bilan shug'ullangan. Kompaniya futbolchilarga soatlarni juda katta chegirmalar bilan taklif qilgan, biroq bu arzon narxlar davlat xazinasiga to'lanishi kerak bo'lgan bojxona va soliq to'lovlarini chetlab o'tish evaziga yuzaga kelgan. Soat savdosi Madrid va Ispaniyaning boshqa yirik shaharlarida amalga oshirilgan. Kompaniyaning maxsus mijozlari ro'yxatida quyidagi mashhur futbolchilar aniqlangan: Dani Carvajal, Real Madrid; Cesar Azpilicueta, Sevilla; Santi Cazorla, Real Oviedo; David Silva, sobiq futbolchi. Ma'lum qilinishicha, futbolchilar narxi 10 minglab yevro turadigan Rolex va Patek Philippe kabi brendlarning lyuks modellarini sotib olishgan. Ispaniya fuqaro gvardiyasi so'nggi haftalarda ushbu xaridlar bo'yicha futbolchilardan ma'lumot talab qila boshladi. Andorra sudyasi mazkur ish bo'yicha barcha ishtirokchilardan rasmiy ko'rsatma olishni rejalashtirgan. Eng e'tiborli jihati shundaki, huquq-tartibot idoralari futbolchilarni shunchaki guvoh emas, balki gumonlanuvchi maqomida so'roq qilishmoqchi. Bu ularning ushbu noqonuniy sxemadan xabardor bo'lganini aniqlash imkonini beradi. Eslatib o'tamiz, Ispaniya qonunchiligiga ko'ra, qimmatbaho buyumlar savdosida soliqlardan bo'yin tovlash og'ir iqtisodiy jinoyat hisoblanadi va bu futbolchilarning obro'siga jiddiy putur yetkazishi mumkin. Kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani qo'yib qo'ying, videoga like bosing va fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Gvardiolaning o'rniga Alonso, Manchester Cityda katta o'zgarishlar kutilmoqda. Yevropa futbolining markazida ulkan o'zgarishlar shabodasi esmoqda. Ko'p yillar davomida Manchester Cityni galabalar sari yetaklagan Pep Gvardiolaning kelajagi borasidagi savollar yana kun tartibiga. Zamin o'z shaharliklar boshqaruvidagi ehtimoliy inqilob va jamoadagi o'zbek yulduzining roli haqida eng so'nggi ma'lumotlarni taqdim etadi. Gvardiolaning amaldagi shartnomasi 2027-yilgacha imzolangan bo'lsa-da, ingliz matbuoti ispaniyalik mutaxassis rejalashtirilgan muddatdan 1 yil oldin klubni tark etishi mumkinligi haqida bong urmoqda. Pepning o'zi so'nggi intervyularda kelajak borasidagi savollardan ustalik bilan qochib kelmoqda. Ko'pchilik ekspertlarning fikricha, agar City joriy mavsumni zafarli yakunlasa, Gvardiola uchun eng yuqori cho'qqida ketish uchun qulay fursat tugiladi. Asosiy nomzod: innovatsion. Xabi Alonso, jamoa sport direktori Hugo Viana va klub raisi Xaldun Al-Muborak allaqachon yangi murabbiy qidiruvini boshlab yuborishgan. Nomzodlar ro'yxatining eng yuqori pog'onasida Bayer va Real Madrid sobiq ustozi Xabi Alonso turibdi. Nega aynan Alonso? Uning Leverkusendagi tarixiy va mag'lubiyatsiz chempionligi hanuz futbol olamini hayratda qoldirmoqda. Raqobatchilar ro'yxatda Alonsodan tashqari Enzo Maresca, Cesc Fabregas, Roberto De Zerbi va Andoni Iraola kabi nomlar ham bor. Biroq Alonsoning futbol falsafasi Gvardiolanikiga yaqinligi uni asosiy da'vogarga aylantirmoqda. Abduqodir Husanov, City mudofaasining yangi qorgoni jamoadagi qayta qurish jarayoni nafaqat murabbiylar kursisida, balki maydonda ham jadal davom etmoqda. 2025-yilning yanvar oyida Lensdan transfer qilingan hamyurtimiz Abduqodir Husanov qisqa vaqt ichida jamoaning ajralmas bo'lagiga aylandi. Yoshartirilayotgan tarkibda o'zbek himoyachisining ishonchli o'yini Manchester Cityning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Husanov hozirda himoya chizigining eng muhim va tirgak ijrochilaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Mavsum yakunidagi ichki treble orzusi ayni damda City Karabao kubogini qo'lga kiritib bo'ldi va ichki treble sari harakat qilmoqda. Oldinda Wembleyda Angliya kubogi yarim finali doirasidagi muhim bahs kutib turibdi. Muvaffaqiyatli mavsum yakuni Gvardiolaning ketishi va Alonsoning kelishi uchun ideal ssenariy bo'lishi mumkin. Aziz futbol muxlislari, sizningcha Xabi Alonso Gvardiolaning o'rnini munosib to'ldira oladimi? Abduqodir Husanovning yangi murabbiy qo'l ostidagi istiqbolini qanday tasavvur qilasiz? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring, kanalga obuna bo'lib, bir dona like bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.
Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.